Hurmatli o'quvchilar, sizga ATFga doir masalalarni eng oddiy usuldan murakkabga tomon o'rgatib boraman. Agar xohlasangiz diqqat bilan videolarni kuzatib o'rganib borishingiz mumkin. Xo'sh, assimilyatsiya jarayoni ya'ni 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqichda ajraladigan energiya 100% sifatida tarqalib ketadi. Mana siz jadvalimizga e'tibor bilan qarashingiz mumkin. Ya'ni ATF ham hosil bo'lmaydi, ATFda ham energiya to'planmaydi va 100% issiqlik sifatida energiya tarqalib ketadi. Ikkinchi bosqichda endi ikkinchi bosqichimiz ya'ni assimilyatsiyaning ikkinchi bosqichi achish jarayoni, bichiqish jarayoni, chala parchalanish degan nomlar bilan ham ishlatiladi. Shunga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Unda jami 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan ATFlar soni esa ya'ni 2 mol ATF hosil bo'ladi. ATFda esa 80 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Ya'ni ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan jami energiyaning 40% ni tashkil qiladi. 120 kilojoule energiya esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu hosil bo'lgan jami energiyaning 60% ni tashkil qiladi. Uchinchi bosqichda jami 2600 kilojoule energiya hosil bo'ladi. ATFda 36 molekula ATF to'planib hosil bo'ladi. ATFda to'plangan energiya esa 1440 kilojoule bo'ladi. 1160 kilojoule energiya esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu kislorodli bosqich ham deb ataladi, aerob bosqich deb nomlanadi yoki masalan to'liq parchalanish degan so'zlar bilan ifodalanadi. Sinonim bu so'zlar hammasi sinonim, ya'ni 3-bosqichni anglatadi. Demak, hosil bo'lgan energiyaning 55.4%, ya'ni 1440 kilojoule ATFda to'planar ekan, 44.6% issiqlik sifatida tarqaladi. Mana bunda e'tibor berib qarasangiz, ikkinchi bosqich bilan uchinchi bosqichda hosil bo'layotgan energiya miqdori juda katta farq qilyapti. Demak, kislorodli bosqichda juda katta energiya hosil bo'lar ekan. Demak, 1 mol glikoza to'liq parchalanganda 2800 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 38 ta ATF hosil bo'ladi. 1520 kilojoule ATFda to'planadi. 1280 kilojoule energiya esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Siz shu quyidagi jadvaldagi raqamlarni yaxshilab o'rganadigan bo'lsangiz, shu jadvalni yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, masala ishlashda, nazariy masala ishlayotgan paytingizda doimo mana shu narsalarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shuni yaxshilab o'rganib yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Endi sizga eng osonda masala ishlashni ko'rsatib beraman. Birinchi to'plam. Demak, energiyani mana shunda to'liqsiz, ya'ni anaerob sharoitda 270 gram glikoza parchalanganda hosil bo'lgan ATF molekulalari sonini aniqlang deyapti. Demak, biz boya aytib o'tdik sizga, energiyani mana shunda to'liqsiz deganda, ya'ni anaerob bosqich deganda bu ikkinchi bosqich tushunishimiz kerak bo'ladi. Demak, yechim qanday bo'ladi? Bizga ma'lumki, 180 gram glikoza parchalanganda anaerob bosqichda 2 mol ATF hosil bo'ladi. Buni biz bilamiz, boya jadvalda o'rgandik. Demak, glikozaning parchalanishi mana bu yerda, ya'ni kislorodsiz muhitda parchalanganda 2 mol kislota, 2 mol ATF va 2 mol suv hosil bo'ladi va 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi edi. Shularni biz bilgan holda quyidagicha yechim qilamiz. Demak, 180 gram glikoza parchalanganda 2 mol ATF hosil bo'ladi. Buni biz bilamiz. Demak, endi proporsiya tuzamiz. 270 gram glikoza parchalanganda x deb qo'yamiz. Demak, 2 ni 270 ga ko'paytirib 180 ga bo'lsak, 3 mol ATF bo'ladi. Xo'p, endi o'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz uchun sizga masalalar to'plamini qoldiraman. O'shani siz mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni videoni qotirib qo'yib, ekrandagi rasmga tushirib olasizda, shu masalalarni o'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz, ikkinchi to'plamga. Ya'ni ikkinchi to'plamimizda qanday shart qo'yilgan? Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 90 gram glikoza parchalanganda issiqlik tarzida ajralgan energiya miqdorini kilojoulda aniqlang degan. Demak, bunga yechim qilamiz endi. Qanday yechim qilamiz? Bizga ma'lumki, 180 gram glikoza parchalanganda anaerob bosqichda 120 kilojoule energiya issiqlik tarzida ajraladi. Boyagi jadval asosida ketyapti masalalar. Shu jadvalni yaxshilab yodlab olsangiz, masalani ishlashingiz qiyin bo'lmaydi. Demak, 180 gram glikoza parchalanganda 120 kilojoule energiya hosil bo'ladigan bo'lsa, 90 gram glikoza parchalanganda x deymiz. Demak, 60 kilojoule energiya bo'lar ekan. O'zingizni bilimlaringizni mustahkamlash uchun hozir men sizga qoldirayotgan masalalarni o'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana 5 ta masala mustaqil ravishda ishlab ko'rishingiz mumkin.
Yaxshi. Endi navbatdagi 3-to'plamga o'tamiz. 3-to'plamda energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 900 gramm glyukoza parchalanganda aktivda to'plangan energiya miqdorini kilojouldda aniqlang deyilgan. Yechim: bizga ma'lumki, 180 gramm glyukoza parchalanganda anaerob bosqichda 80 kilojoul energiya aktivda to'planadi. Buni biz bilamiz. Ya'ni boyaginada o'rgangandik. Anaerob deganda biz ikkinchi bosqich tushunamiz deb aytdik boyagina. Demak, 180 gramm glyukoza parchalanganda 80 kilojoul bo'lsa, 900 gramm glyukoza parchalanganda x deb olamiz, 400 kilojoul. Buni yechimi ham juda oddiy. Navbatdagi bilimingizni mustahkamlash uchun 5 ta masala qoldiryapman. O'sha masalalarni o'zingiz bilimingizni mustahkamlash uchun ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. 5-inchisi. Endi 4-to'plamga o'tamiz. Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 360 gramm glyukoza parchalanganda necha mol suv hosil bo'ladi deyilgan. Yechimi qanday bo'ladi? Bizga ma'lumki, 180 gramm glyukoza parchalanganda anaerob bosqichda 2 mol suv hosil bo'ladi. Ya'ni mana reaksiya tenglamasidan ko'rinib turibdiki, 2 mol suv hosil bo'lyapti. Ya'ni 2 mol kislota va 2 mol aktiv va 2 mol suv hosil bo'lyapti. Demak, 180 gramm glyukoza parchalanganda 2 mol suv hosil bo'lsa, 360 gramm glyukoza parchalanganda x deymiz. 4 mol. Juda ham oddiy, to'g'rimi? Demak, buni siz o'rganib olsangiz, murakkab masalalar ishlashda bu sizga asos bo'ladi. Hamma narsa avval sodda narsadan boshlanadi. Mana mustaqil ishlashingiz uchun masalalar. Bilimingizni mustahkamlab olasiz. Navbatdagi 5-to'plamga o'tamiz. 5-to'plamda berilgan savollar. Demak, izoh: agar shu masalalar molda so'ralsa, demak, boya yuqorida berilgan masalamizda 180 gramm o'rniga 1 mol qo'yib ishlaymiz. Misol uchun, energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 3 mol glyukoza parchalanganda aktivda to'plangan energiya miqdorini kilojoulda aniqlang degan savol qo'yilsa, biz uni qanday yechim qilamiz? Demak, yechim quyidagicha bo'ladi. Bizga ma'lumki, 1 mol glyukoza parchalanganda anaerob bosqichda 80 kilojoul energiya aktivda to'planadi. Bu bizga ma'lum 1 mol. Demak, 180 gramm glyukozani siz har doim 1 mol deb olasiz. Demak, 1 mol glyukoza parchalanganda 80 kilojoul energiya hosil bo'lsa, 3 mol glyukoza parchalanganda x deysiz. Demak, 240 kilojoul energiya hosil bo'lar ekan. Mana mustaqil ishlash uchun masalalar. Bilimingizni mustahkamlash uchun foydalanishingiz mumkin. Kitobchalarimizni har bir bo'limda 5 ta to'plam tugatganimizdan keyin mustaqil ishlash uchun mana bunday takrorlash uchun savollar qo'yganmiz. Har bir to'plamdagi savollarni bitta namunasi berilgan. O'shandan ishlab ketishingiz mumkin. Endi navbatdagi to'plam 6-to'plam. 6-to'plam. Energiya almashinuvida to'liq aerob sharoitda 4 molekular sut kislotasi parchalanganda hosil bo'lgan aktivda to'plangan energiya miqdorini kilojoulda aniqlangan. Endi masalan shartiga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, aerob deb aytilyapti. Aerob degani bu to'liq parchalanish, ya'ni 3-bosqich haqida gap ketyapti. Endi yechib olamiz. Bizga ma'lumki, 2 mol sut kislota parchalanganda aerob bosqichda aktivda 1440 kilojoul energiya to'planadi. Buni biz bilamiz. Mana 2 mol sut kislota kislorod muhitda parchalanganda 36 molekula fosfat kislota, 36 molekula ADF ishtirok etadi va 6 mol karbonat angidrid, 42 mol suv va 36 molekula ATF hosil bo'ladi. Jami 3-bosqichda demak 2600 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Shundan ATFda 1440 kilojoul energiya to'planadi. 1160 kilojoul energiyasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. 36 ta ATF, 6 mol karbonat angidrid va 42 mol suv hosil bo'ladi. Buni yodda saqlashingiz kerak bo'ladi. Shuni yodda saqlasangiz, har qanday masalani ishlatgan paytingizda bu sizga asos bo'ladi. Demak, 2 mol kislota parchalanganda bizga ma'lumki 1440 kilojoul energiya hosil bo'lsa, 4 mol kislota parchalanganda x mol deymiz, 2880 kilojoul. Bu juda ham oddiygina yechim. Demak, bilimlarni mustahkamlash uchun navbatdagi masalalarni ham ishlab qo'ysangiz yomon bo'lmaydi.
Ana endi 7-chi to'plamga o'tamiz. Energiya almashinuvida to'liq aerob sharoitda to'rt molekular sut kislota parchalanganda issiqlik tarzida ajratiladigan energiya miqdorining kilojouldda aniqlangan. Aerob deyapti, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, demak to'liq parchalanish aerob deganda, demak 3-bosqichni dedik. Demak, bizga ma'lumki 2 mol kislota parchalanganda aerob bosqichda 1160 kilojoul energiya issiqlik tarzida tarqaladi. Shuni bilgan holatda biz 2 mol kislotada 1160 kilojoul bo'lsa, 4 mol kislotadan x deb olamiz, ya'ni 2320 kilojoul. Juda oddiy yechim. Eng oson masalalardan o'rgatyapman hozir. Bilingizni mustahkamlash uchun mana bu masalalarni ham ishlab ko'rishingiz mumkin. Endi 8-to'plamga o'tamiz. 8-to'plam energiya almashinuvida to'liq aerob sharoitda 4 molekular sut kislota parchalanganda necha mol ATF hosil bo'ladi? Demak, bizga ma'lumki 2 mol sut kislota parchalanganda aerob bosqichda 36 molekular ATF hosil bo'ladi. Biz buni bilamiz. Shuni biz asos qilib olamizda o'zimizga proporsiya tuzamiz. 2 mol sut kislota parchalanganda 36 molekular ATF bo'lsa, 4 mol sut kislota parchalanganda x deymiz. Demak, 36 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsa 22 mol ATF bo'ladi. Buning ham yechimi juda oddiy. Bilingizni mustahkamlash uchun bu masalalarni ishlab qo'ying. Mana endi 9-to'plamga o'tamiz. 9-to'plam energiya almashinuvida to'liq aerob sharoitda 4 molekular sut kislota parchalanganda necha mol karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi deyapti. Biz demak yechim qilamiz unga. Bizga ma'lumki 2 mol kislota parchalanganda aerob bosqichda 6 mol karbonat angidrid va 42 mol suv hosil bo'ladi. Boya yuqorida ko'rdik biz. Demak, endi 2 mol sut kislota parchalanganda 6 mol suv hosil bo'lsa, 4 mol parchalanganda x deymiz. Demak, 12 mol suv karbonat angidrid hosil bo'lar ekan. Va mana bu yerda 2 mol sut kislota parchalanganda 42 mol suv hosil bo'ladi. 4 mol sut kislota parchalanganda y deymiz, 84 mol suv hosil bo'ladi. Demak, javobga A 12 mol karbonat angidrid 84 mol suv hosil bo'ladi deb yozishimiz mumkin bo'ladi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar bilimingizni mustahkamlab olishingiz mumkin. Endi 10-to'plamga o'tamiz. Energiya almashinuvida aerob bosqichda 360 gram glyukoza parchalanganda qancha energiya ajraladi degan savol qo'yilgan. Buni yechimi juda ham oddiy. Yuqoridagi 5-to'plamda ko'rsatilgan masalalar glyukozaning aerob bosqichida glyukoza parchalanadi deb berilsa, 2 mol kislotaning o'rniga 180 gram yoki 1 molni qo'yib ishlasangiz yechim chiqadi degan sizga izoh beryapmiz. Mana shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bizga ma'lumki 180 gram glyukoza parchalanganda aerob bosqichda 1160 kilojoul energiya issiqlik tarzida ajraladi. Demak, 180 gram glyukoza parchalanganda 1160 kilojoul ajralsa, 360 gram glyukoza parchalanganda 2320 kilojoul ajraladi. Demak, yuqoridagi masalalarimizda 5-to'plamdan to 7-to'plamgacha bo'lgan masalalarda berilgan 2 mol kislotani o'rniga 180 gramni qo'yib ishlasangiz ham yoki 1 molni qo'yib ishlasangiz ham yechim chiqaveradi. Sizda masalada qanday so'ralishiga qat'iy nazar, agar gramda so'ralsa gramda, molda so'ralsa molni qo'yib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana sizga hozir gramda qo'yib ko'rsatib beryapman. Demak, 180 gram glyukoza parchalanganda 1160 kilojoul issiqlik ajralsa, 360 gram glyukoza parchalanganda x deysiz 2320 kilojoul ajralar ekan. Demak, bilimingizni mustahkamlash uchun mana bu masalalarni ham ishlab qo'yasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.